Assalomu alaykum, YouTube kanalida bizni kuzatayotgan obunachilar. Xudo xolasa 4-may sanasida mana giloslarimizni chopig'ini qilyapmiz. Ko'p do'stlar, diagona jo'lti sariq gilosi, buni o'zini chaynatadigan navlarga payvand qilamiz. Xudo xolasa avgust oyida batda 1,5 gektar yer maydonimizda danalarimizni payvand qilamiz. Padoylarimiz ham bor. Padoylardan gizela 5 bilan Veselikka, Bexda, Hayva, Xudo xolasa ishlarimizni davom etkazyapmiz. Sifatli ko'chatlarni yetkazib beramiz. Bularga zo'r navlarni olib kelib payvand qilamiz. Birinchi o'rinda ko'chatchining vazifasi sifatli narsa chiqarib berish, keyin O'zbekistonda tashkil bo'layotgan bog'lardan sifatli bo'ladi, do'stlar. O'shuning uchun ko'chatchilarning vazifasi juda katta. Bog' yaratishdan oldin qatoriga qarab so'tdan chalkashtirmay chaynatuvchilar bilan qo'yib beramiz. Gilosda chaynash juda katta muammo bo'lyapti. Yildan-yilga mana ayniqsa bahor gilosimiz, valovoy giloslarimiz bundan bag'ri yangi navlarni ekish kerak. Ular biri bola chaqilayotgan bo'lsa, bahor gilosimiz, ikkinchisi valovoy gilosimiz kam hosil meva qilmayapti. Mana shularga o'zini chaynatadigan navlar payvand qilamiz. Hatto 1,5 gektar yer maydonida tayyor ko'chatlarimiz bor. Xudo xolasa zo'rlarni olib kelib payvand qilganmiz. Bularni ham payvand qilamiz. Kimda qanaqa yaxshi gilos navi yo uri yo shopdol navlari bo'lsa olib kelib beraverasizlar, payvand qilib ko'paytirib beramiz. Farg'onalik bog'bon kuzatib boylar, kunli yangilarimizni tashlab boramiz. Sog' bo'lasizlar do'stlar.